Assalomu alaykum, hurmatli yo'ldoshlar, yurtdoshlar. Bugun 2026-yildan 31-yanvar sanasiga ko'ra savdolarimiz, qozonlarimizda bo'ldi. Bo'zqo'g'irdan akamiz kelgan ekan. Mana qon qozondan berdik. Xudo xolasa. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar, qarmanglar? Qamsiz jallisizlar. Shukr Allohga. Aka nerdanman deydi? Bo'zqaladan. Yangi bozor Bo'zqala. Qozonni ko'rdingiz, sifati yaxshimi, zo'rmi? Sifati zo'r. Отличный. Qalin qozon ekan. Nereden ko'rdingiz? Instagramdan ko'rdingiz? Instagramda ko'rib, shu baholarni eshitib, arzonchiligini bilib, Gullan xo'jalik degan magazindan xo'jalik mollari degan shu qapqog'ini ham oldik, qapqog'i ham bor ekan. Nu kerak bo'lsa, xo'jalikqa kerak bo'lsa bor ekan. Rahmat sizlarga jo'rlar. Bizlerin obunachilarimizga tavsiye qilib qolasizmi? Tavsiya qilaman hammasini. Obuna bo'lib, like bosib, kelaveringlar shu yerga magazinga. Arzonchilik ekan haqiqatdan ham boshqa yerlarga qaraganda. Shu akalarimni taniganlar birdan like bosib qo'yasiz, podpiska qilib qo'yamiz. Aka, sizning fikrlaringiz bormi? Bunlarım zor ekan, acayip arzon. Instagram'da ko'rdik buni. Bu doim bilan aylandik. Ko'rga keldik, ko'rda arzon ekan. Kelaverasizlar. Boshqa bosib. Ana aka, yaxshilar Yaxshi. qilsin. Kelaverasizlar, xudo xolasa, inshaalloh. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yaxshi, rahmat. Xarid uchun rahmat. Yaxshi. Manzilni bilasizlar. Ana. O'smasay choyini ichdim yanimda. Kelaverasizlar, xudo xolasa. Ana endi bizlar